Yo'q. Asha qoch. Xodimlarni uyini tayyorlayapmiz. Ertaga ertalab o'sha Feruzalar kelishadi. O'zi xolamlarni uyi bizani ko'chamiz boshida, narigi boshida o'zlarimiz uyda. Bizda bitta Xorazmda urf-odatimiz bor. Kelin go'shangasiz uyga kirmaydi-da. Ular ertalab keladi, men kutib olaman. Hammani joy qildik, Feruzaga ham, salon ham gaplashdim. Uyga kelib qilib ketadi. Soat 1da go'shanga bilan Xorazmcha urf-odatlarimiz bilan inshaalloh Feruza o'zini uyiga kelin bo'lib tushadi. Azizlar, hozir ko'pchilik uyda o'tirib oddiy telefon orqali pul topsa bo'ladi. To'g'risi men ham avval ishonmadim, lekin bu Telegram kanalga kirib realniy odamlarning daromadini ko'rib hayron qoldim. Hech qanday tajriba kerak emas, noldan o'zlari o'rgatadi. Kommentariyada описаниеda ссылка qoldiraman. Marhamat, ishonmasangiz kirib ko'ring.